Shuni ham hayotimda birinchi marta ko'rib turibman mana. Yangilik eksperiment qilib olib kelishdi. Bu mayta shupurgini donlari bo'lar ekan. Shupurgini dorini eksperiment qilgani olov dravlkaga olib kelishdi. Xo'p, Hoji tog'amizga mana olov dravlkalardan qilib berdik. Olib kelgan mahsulotlarni chiroyli qilib chiqarib ko'rsatib berdik. Xudo xolasa, Hoji tog'a dravlkamiz yoqdimi? Hoji tog'a qanaqa chiqardi? Yaxshi chiqardi. Kepakka o'xshatib yubordimi? Sizga dravlkamiz ma'qul keldimi, Hoji tog'a? Chiqargan mahsulotlari hamma tomonlama ma'qul keldimi, Hoji tog'a? Bitta duo qilib bering Hoji tog'a. Bitta duo qilib bersiz, Hoji tog'a. Ishlarni rivojini bersin, bundan uzun bo'lsin, bundan keyin ishlar rivojini bersin Allohim. Tanlan sihhat bo'lsin, bundan uzun bo'lsin. Allohu akbar, tan joying sog' bo'lsin. Hoji tog'a, buyuring nasib qilsin. Baraka toping. Keling. Rafa kinalayotgan sizga Qorabog'ning sovg'asi. Olov bir yog'ochda katta dravlkalar bilan mana bitta dravlkani beramiz. Uyingizga obortirib ham beramiz. Qaysi birini beramiz? Yaxshidan zo'rni. Nasibada tanlaganidan beramiz. Qaysini olasiz? Faqatgina maktabiga doimo boradi, kelishilgan holatda. Xo'p. Qaysini olasiz? Bu Sotali makkani Jasur aka mo'ltari. Kattaligini Jasur aka. Chiqarib beradimi? Mashina chiqarib beradi. Maydalab beradi. Maydalab chiqarib beradi. Mashinalarni solib chiqarib ko'rsatib Yana nima chiqaramiz? Keyin bug'doy. Bug'doy. O'zimizga bug'doy chiqarib beramiz. Yana keyin somonni chiqarib beramiz. Somonni. Tamam. Somon. Keyin qo'ya. Qo'ya. Hozirgi paytda buni qo'li yo'q. Qo'lini ham chiqarib beraveradi. Qo'lini ham bemalol chiqaraveradi, lekin qo'l hozirgi kunda yo'q. Yantoq, bohadagilar so'rayapti, yantoqdan chiqarib beradimi? Sholi poxoldi. Yantoqni, bedani, sholi poxol, hamma narsani barcha turdagi don mahsulotlarni, barcha turdagi o't mahsulotlarini chiqaradi. Tamom. Bismillah. Bundan sonra olgan inson keyin qadriga yetadi. Hozir kamera orqasidan qanaqa ko'rinyapti bilmaysiz, lekin buni olgandan keyin oradan og'ir anchagina yengil bo'ladi. O'zimiz ham kelib chiqqan holatda sizlarga aytyapmiz. Ko'ring. Mana bug'doyimiz kepak holatda keldi. Mana shunaqa bug'doyni kepak holatga keltiradi. Agar bundan ham mayinroq yetkazsa, bundan mayinroq ham qilib beraveramiz yetkazsini. Xo'p, endi xo'p. Bu Sotali makka. Kata Sotali makkani yorma holatiga kelib bo'lsa, uni holatiga keltirib berar ekanmiz dravlkalar. Xo'p. Endi somonni, qo'yani chiqarib beraylik. Xo'p, endi biz zasmonka qopqog'ini olib qo'yamiz. Qo'ya chiqarayotganimizda zasmonka qopqog'ini olib qo'yamiz. Mana akalar, bunchalik qilishni oson emas. Bular osonlikda yetmayapti. Yillar davomida mehnat, tajriba yuzasidan chiqqanda. Jasur aka, mana shu bir voq qo'ya. Bir voq qo'yani aytishyapti, chiqarolmayapti, bunaqa deyishyapti.
bizni drabika bemalol chiqadi. Hozir chiqarib ko'rsatib beramiz. Faqat nima desa bo'ladi, ipini yechib qo'yishni tavsiya etamiz. Ipini yechib olamiz mana. Ipi dala hayvonlarga ham ziyonda. Albatta, chorvalarimizga ziyon bo'ladi. Mana shogird bola qaychini olib chiqib berdi, yechib olamiz jasturga mana. Ana. Xo'p, qarang, bismillah. Motori kuchli. Hozir motor necha bunda qo'yilgan motormi? Bunda qo'yilgan motorimiz o'sha 6 li motordan qo'yilgan. 24 ta tishli. Qo'yan shag'il mayin qilib chiqarib beradi. Mayin qilib chiqarib beradi. Mana shu setkasiz holatda. Bitta ko'rsatib qo'yaylik operatorimiz. Agar yana setka bo'lsa bundan mayin olib chiqaveradi. Mana mayin qilib chiqaveradi. Mayinning o'zi bemalol. Setkasiz holati. Mana shu holatda. Qarang aka, o'zaklar hammasi shu qo'yaning o'zagi mana. Ko'p mollar buni yemaydi, afot qilib chiqaradi. Mo o'sha hali nima desa bo'ladi, poyani hali o'zagi. Maydalab chiqarib olgan. Buni ham yeyaveradimi? Bemalol. Xo'p, endi ham qo'ygan ekan qilasiz. Mana shularga. endi somonimizni chiqarib beramiz. Somonni ham chiqaramiz. Somonda bir yo'li qo'y bopini bemalol, mol bopini bemalol chiqaraveradi. Qo'y bopiga ancha-muncha joyga qiynalib qolib, qo'y bopini chiqarib ko'rsatib beradi. Birinchi o'rinda. Yengil solinadi. Shundan yerga so'raganda sepilsak, bundan sepish shart bo'lsa ekan, mayni yo'q. Bitta ko'rsatib beringchi. Mashq holatda Jasur aka mana shu yerda bug'doy chiqargan. Mana shuni olib molga shuni sepib bersa bo'ldi aka. Yo'radi. Tayyor. Xo'p, endi buni mayinligini bitta ko'rsataylik. Mayinligini. Bag'i nima desa bo'ladi? Gugu cho'pidan mayin semishga po'choq bor. Qo'y bemalol. Mana bunaqasi faqat bola unisa drabikalarda bo'ladi. Xudo xolasa xalq doimo paddeshkada lak bosib, yangi yilga bir paddeshka qilishib yorsa-ki, xudo xolasa. Mana shu mingta kommentariyaga aka bir dona drabikamizni bepulga shunday xonadonlarga yetkazib chiroyli qilib beriladi. Agarda 1,5 mingtalik bo'ladigan bo'lsa, 2 ta drabika bo'ladi. Agarda 2 mingtalik, 2 mingta kommentariya bo'ladigan bo'lsa, 3 ta drabikani bepulga xonadonlarga yetkazib beraylik.